Simple o'zi nima deb aytiladi? Ularimiz o'sha guruhdagi o'quvchilar bilan savol javob orqali bilib olamiz. O'sha bizga vazifa o'sha Present Simple'ga oid narsalarni takrorlab yoki misollar keltirish mumkinligi bunga alishga javob beradi degan umiddamiz. Present Simple'ga yordam beradi. When we use present simple, we'll give some information about this tense. Some examples. You know? You can do it. Aslında always tries to What? do all tasks or every lesson On time. on time. Not in time. Sometimes. Ulan Bunda bugungi mavzuimiz haqida o'sha travel ya'ni sayohat deb nomlanadi. Biz sizda oxirgi marta o'sha qachon sayohat qilgansizlar, bunga Zulayha javob beradi. Keyin kamol Sayohatingiz haqida oxirgi qilgan sayohatni Oxirgi marta qilgan sayohat. Last week I went to Kashi because of wedding. by what? On foot, yes? By car, yeah. By plane, maybe. Yes, you have to add some means of transportation, yes? By what? And it took 6 hours to reach our destination. It was a great time for us. We had a real of time with my friends. During your travel or at the wedding? What was that? You like to travel? Sayohat o'zi hammaga har xil bo'ladi. Biz shaxsan sayohat qilayotganda insonlar o'ziga kerakli narsalarni oladi. Misol uchun gadjetlar yoki o'sha chamadonga kerakli bo'lgan yoz fasliga qarab qish bo'lganda o'sha qalin kiyimlar, yoz bo'lganda o'sha sho'minishga yoki boshqa narsalarga futbol o'ynashga shunga o'xshagan narsalarni olib oladi. Sayohatda savol bor edi. Misol uchun siz guruh bo'lib ketyapsiz, sizda muammoli vaziyat bo'lib qoldi. Misol uchun telefoningizni yo'qotib qoldingiz. Buni bunday holatda qanday yuritgan bo'ladi? Ya, kerakli anjomingizni yo'qotib qo'yibsiz, savol. Sayohat paytida o'sha guruh yoki o'zingiz sayohat qilayotganda yoki telefon yoki shunga eshitadigan narsalaringizni yo'qotib qo'ydingiz. Telefon eng asosiy telefon. O'shanda qanday vaziyatdan chiqib ketgan bo'ladi? Chiqsa bo'ladi. O'sha yerda odamlardan makasiz bo'laysiz, nafas. Men qayerga Chiqarib to'pida qilib qarab qo'yamiz. yo'q, qayerga borishmasa endi botilgan yoki magazinga bormay ketmasam bo'laman, olib ketaman. Pulingiz yo'q o'zi-chi. Sayohatga pul chiqilmaydi, o'sha sayohat pulini ishlatasiz. Bo'ladi, shular. Nega qarasamiz o'sha sayohatga oid og'zaki gapirish o'zinglar talab qilasizlar. Sayohatga doir bironta yoqilgan joylarga sayohat degan mavzu. Uyga vazifa bo'ladi. Aktivitlar ayrim sabablarga texnik nosozliklarga sabab qolib ketdi. Yaxshi.
Yaxshi, yo'q.